Assalomu alaykum. Chimyonuz kanali a'zobunachilari, akalar, ukalar, qadrdonlar. Katta buqashqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yangiarabdamiz. Quvvat akani firmasida ekanmiz akalar. O'ta gigant Averdi Angus'ni gigant variantidan. Bilganlar Angus'ni nech xil turi bor kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bunaqa kattasini kamdan kam ko'rganmiz, to'g'risi boru. Oyoqlari ham maşallah. Moqqan dotasiga rahmat yozib qo'yasizlar. Bu videomiz 14-avgust sanasi Saydul Ayyom juma kuni olinayotgan video. Hozir buni qanchaga olishgan, qanchadan beri boqishyapti, nima berib boqishgan, hammasini aytib beraman. Xudo xolasa sotilish arafasida. Surob akam kelgan, savdo qilaman deb bozordan yetalab keldi meni, navoz ko'raylik deb. Hozir savdo qilishadi hozir. Mani olib keldi-yu bozordan. To'g'rimi? Mana shu navoz ko'rsataylik deb kelishdi. Aka ismingiz nima? Quvvatbek. Quvvat aka siz o'zingizkimi? Mashallah. Men sizlarni molga qarab yuradigan odamni aka. Kamtar bo'ydan Voy mashallah. 5 ta oling akali, Quvvat aka. Gap yo'q, malades. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Yo, endi qattan bilaman men. Bittalarga bosib qolsizlar. Quvvat aka nechi pul bu qancha? Men birinchisi bor aka. Qancha bo'ldi olganingizga? Olganimga 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil oldin olganmiz. 1,5 yil oldin olganman. 1 yil mollar bilan yurdi. Ha. 5 oy yemladik shetda xudo xohlasa. Kam bo'lmay. Mollarni oldik. Havas qilganlar otangga rahmat Quvvatbek deb yozib qo'yinglar. Jonivorni qarang, mashallah ko'z. Uzunligi, bo'yi kamerada kichkina ko'ryapti. 1,70 bo'yi. Ya 1,70 bas turi, 1,5 dan balandda. 1,65. Siz necha bo'yingiz Quvvat aka? Bu ham 1,65. Hanata ko'rsin 1,5 metr Suhrob aka. Borincha oldiga boring Suhrob aka, suzmasa. Borincha. Shu 2 oy oldin tortganingiz Suhrob aka yaxshi. 2 oy oldin tortganingizda qancha chiqdi? 3 oy oldin tortganmidingiz? Quvvat aka? 3 oy oldin topganmi? 1,350 kilo. Ha? 1 tonna 350 kilo. 1 tonna 350 kilo kelgan. 3 oy oldin-a? Bakili aka. Kam bu puli ham normalni bordir puli ham. 10 ming bo'lsa, 11 ming bo'lsa beramiz. Nech pul birinchi gapingizni eshitib oling? 11 ming, 11 ming. 10 ming deb qo'ydingiz-ku? Ha, yo'q. 11 ming bo'lsa beramiz. 11 ming dollar kam bor ekan Suhrob aka. Olaverasizmi? 9 ming so'rayapti. Realni. Har ya'ni 9 ming dollar beraman deyapti. Jonivorni qarang. Biz olib qo'yib yuboramiz. Quvvat aka 1,5 yil oldin olganman dedingizmi? Ha. Nech pulga olgan edingiz? 21 millionga olgan. Ha, 6 oylik bo'zoqligida 21 millionga olishgan ekan. Tayson ekanmi? Ha? Tayson lechkasi. Quvvat aka qancha oldin? 2 yil bo'ldi deyapsiz? 1,5 yil 10 qancha? 20 million. 21 millionga 120 tanishidan tanlab olganmiz. 21 millionga 120 tanishidan tanlab olishgan ekan. Rosa g'unajinlarda nasl oldingiz? Suhrob aka so'ring. Aka 9 ga bering. Xursand bo'lib bersangiz aka 9 ming dollarga olasiz. Suhrob aka nima qilasiz buni? So'yamiz aka. Qayerga? Rishtonga Pajarning oldida Ha. Abduhakim ota choyxonasi bor, oshxonasi. Abduhakim. Ota choyxonasi. Xalq tilida Mashraboy deyiladi. Mashrabboy. O'sha yerga so'yamiz aka. Ha bu endi shashlik, kabob, osh. Shashlik, ovqat hammasi bor. Go'sht oladiganga oldida qassobxonasi ham bor aka. Aka 9 mingga berayman sizga bitta pul sanab berib, maydalar aka buni yig'ishim bor aka. Soting aka. O'shasiz. Qancha hisoblayapsiz Suhrob aka buni? Ja baland ko'rib olmayapsizmi? Akani gapiga ishondim aka. Men gap to'g'risi 1,5 tonna ko'rdim. Mana 1,5 tonna ko'rdim. 1,5 tonna ko'rdim. Endi aka bunida 1,5 tonna bu aka tantlikka so'yiladi aka. Ha. 150 mingga, 160 mingga tushsa ham go'sht aka tantlikka so'yiladi aka. Hisob. O'shani nima qiziqishga aka? Yog'i yo'q, o'shani yeyishga o'zman aka. Yo'q, siz nima berib boqqansiz bunga? Yo'q aka, soting aka. Kunjarani o'zimi? Aka hali gapirib qo'ydingiz. Quvvat aka. U bu deb turib aka. Men sizni boqquvchi debman, bering. Yarimga sotasizmi? Yo'q. Yarimga aka. Qancha yarim? 9,5 mingga. 9,5 ming dollarmi?
Soting aka. Siz ham tushing, 11 demay 10,5 deyin. Siz ham bo'lmasa sotyapti. Bu tane Aka bitta gap gapiraman aka. Undan oxirgi joy 9800 beraman aka. 200 meni rasxotim bor aka. Yetib borish qishxona boshqa. Bering endi, he. Endi soting aka. 200 dollar o'tib bermaysizmi Endi 200 soting dollar? aka. Aka 10,000 dollarga. Siz 100 o'tib beraman. Aka buni bonusi borda kilogrammi 100 dollar o'tib beradi. 10,000 ga? 100 o'tib beraman mayli 10 mingdan, lekin undan kamiga bo'lmaydi. Birontasi narx qilganmi buni? Yo'q. Buni aka birovga nima qilganimiz yo'q. Bu mollar ichida o'zimiz hobbiga boqqanmiz buni. Va aka men ham qiziqishga so'raman buni aka. Men o'zim o'sha yerda Pulini qilib ham ish bo'lsa kerak buni. 200 dollar o'tib bering aka. Berini. 100 ga bo'lsa o'tdi. 9800 dollar. Yaxshi mashinami puli bo'lyapti. Bu aka, dehqon aka. To'g'rimi, Baxtiyor aka? Yo'q, aka unga to'g'ri kelmaydi. Suhrob aka, 50 so'rang. 50 so'rang. berasizmi? 50 o'tib berasizmi? Berasizmi? Berdim. Baraka. Aka, mana mol. Ha. Bugun so'yladi. Go'shtini kilogrammi toshni topganga aka 3 kilo go'sht bor. Kommentariyaga yozaversin aka. 1,5 tonna deyapmiz. Go'shtini kilogrammini yog'i bilan hisoblaymizmi? Aka toshni go'shtini topganga aka, yog' olib tashlanadi, hamma joyda bilinasiz aka. Ha. Toshni go'shtini topgan kommentariyaga video qilib tashlab beraman go'shtini aka. Pulini, go'shtini chiqartirib yuboraman. Qayerga bo'lsa dastavkasi bilan qilib beraman. 780 kilo yozib qo'ying. Birinchi ochirman. Bo'ldi aka. 3 kilo go'sht baraka qilib Bo'ldi qo'yasiz. aka, 3 kilo go'sht aka berdim men shundan. Lahmidan beraman aka. Hisob. Bo'ldi, ko'ring aka. Molingiz oldiga boring. Qancha so'yladi aka? Quvvat aka, salomat bo'ling. Yana mollaringiz bormi, sotilayxon? Endi bo'ladi, sotilayxon mollaringiz. Xudo xolasa yana bir 3 oyda 1,5 tonnaligidan yetishadi ular. Baraka toping. Xurmoningizga Alloh baraka bersin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Havas qilganlar boqqanda otasiga rahmat deb yozib qo'yasizlar akalar. To'g'risini aytsam, kamerada kichkina ko'rinyapti bu narsa bor-ku. Bir xil narsa katta, bir xil narsa kichkina ko'rinib qolyapti. Suhrob aka. No, agar ashaqa kattadan olsangiz bo'lsa, Suhrob aka ham olaveradi. Aka, Olaverasiz shundan olsa bo'lsa. o'zi olaveraman aka. O'sha semiz buqa bo'lsa aka narx pulga olinaveradi. Nomeringizni ayting. 97lik Ha. 214 07 07. Baraka toping. Gap bo'lishi mumkin bas. Salomat bo'ling. Kattasi bo'lsa ham olaveradi. Gap yo'q. O'sha Rishtonda oshxonaga ham boraverasizlar akalar. O'sha Abdurakim ota oshxonasi xalq tilida mashrab bo'ldi. Bo'ldi. Tajamini oldida. Bo'ldi hisob. Choyxonasi ham bormayapti? Hamma narsa bor aka. Hamma. Choyxonasi ham, narsa. oshxonasi ham, Choyxona go'shtxonasi, hammasi bor. go'sht qassobxonasi bor. aka. Faqat shunaqa mol so'yladi aka. Katta buqalar, ha? Bo'yin aka, katta mol so'yladi aka, unaqa. Ha. Mana. Salomat bo'ling. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Xato va kamchiliklardan uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'ling. Rasm gol olmadi. Salomat bo'ling. Ketdik.